Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Şakaratlı kalganın özünüz keltiriyoruz. Hayatta açıklar var. Manaka paket taqsir manaka oshini boshladi. Alloh rozi bo'lsin. Shu taqsirga da qishin jazin kelib shu. Issiq sovuq desin shu xizmatlar duo qilib qo'ysin. Gegile, oşarda gegile tuğanlar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Jamoat Manaka namoz shahrindagi Mira madrasasi. O'sha madrasaga salom qo'shgan mo'min turgan musulmonlarga Alloh rozi bo'lsin. Boshqa oblastda, boshqa mamlakatda yurgan bizim birodarlar Manaka o'zlari kelalasidagi o'sha oshaqchilarga choy berib, tomoq ashiga podreshka qilib yurganlar bor. Sahalindagi bizim birodarlar, tuğanlar, mo'min bir tuğan musulmonlar o'sha madrasasiga, bizim madrasamizga o'sha salomlarni qo'shib yurganlar bor tuğanlar. Sahalin, Moskva, Peter, Samara, şu abid şu Novosibir shahrindagi tirikchilik qilib yurgan bizning bir birodarimiz bor. O'sha otijon aytib qo'ying. Oshaqchilarga choy qilib berib, tomoq ashini abis pesh qilib beraylik deb niyat qilganlar bor, tuğanlar. Duo qilib qo'yinglar. Assalomu alaykum rahmatullohi. Alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamoat, Alloh rozi bo'lsin. Manaka Kamisk jamoati manaka Alloh rozi bo'lsin. Duo qilib qo'yinglar birodarlar. Mana shu jamoatga shu oshara kelib xizmat qilib yurganlarga shu produktlarni, tomoq ashini o'zlari kelib yurgan mo'min bir tuğan musulmonlar Rich Family degan organizatsiyani jamoati mana mana joqda boshqa shaharda yurgan Halil Peterda shunday jamoatlar bor. Boshqalarga tomoq ashini, salomlarni qo'shib yurganlar bor. Alloh rozi bo'lsin tuğanlar. Ömrünüzden bereket olinglar. Allah razı olsun abi. Bir minutda, bir sekunda bir boş odamni ko'rib olasizlar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Уважаемый джамат, так мы строим в городе Новосибирском, в Кирском районе, Мира медресе и мечеть. Вот это мы строим 100 этаж, уже вот закругляется 100 этаж. Кто не смог свои саломы в этом медресе на будущее, на следующего хашара можете тоже присоединиться. Алхамдулилlah. Вот джамат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.
другого города, с другого области тоже поддержку дают нам. Алхамдулилlah. Дуа сделайте, уважаемые братцы. Кто как сможет со своими силами тоже приходит садака делает. Кто своими финансовыми тоже поддержку делает. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت بقطر هداية هتاني وزهت بنهج زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق قوم شامخ لرأيته متصدع الأركان يا حافظ القرآن 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن. Также наши джамаатам из разного области помогает в строительстве медресе. Дуа делайте, уважаемые братья и сестры. جهنم ألسن النيران يا حامل القرآن يا شبل الهدى اصلح بصوتك داعيا مرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان إلى القرآن يا شبل الهدى أضيع العليا بغير واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة